Assalomu alaykum. Kimga shunaqangi premium sifatidagi oshxona mebeli, ichidagi furnituralari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Стеклянный alyuminiy fasad. Полный afsuski furnituralardan foydalangan. Kargosi. Tomoni mana suqur xarajat ekanmiz. Tomoni mana suqur xarajat. Bu hammasi avstriyskiy mexanizmda, to'g'rimi, mashallah? Avstriyaniki aka. Ashukamiz sotadi mana chetda. Prodavesimiz. Bular hammasi. Bularga aka tandemlarga 100 ming marta ochilib yopilishiga garantiya bor. Misol uchun bir kunda 5 martadan ochilib yopilsa 55 yilga yetadi aka. 55 yilga mana shu mexanizmimizga garantiya ekan. 55 yil yashaymiz ma'lum bo'ladi, lekin bu degani bularga 80 ming marta tashlash yetadigan. Polniy petlalar bor-ku. Petlalarni ham misol bir kunda 5 martadan ochib yopilgan, kunga 200 ming marta ochilib yopilishiga garantiya bor ekan. Yedida bir 100 yildan oshiq yetar ekan aka. Bir kunda 5 martadan ochilib yopilsa agar. Inshaalloh. 5 marta ochib 5 marta. Lekin 10 martadan bo'lsa ham 50 yil. Bu degani ko'p ochilib yopilsa ham 30 yil, 40 yil bemalol xizmat qilaveradi aka. Bu yopilishlari umuman boshqa tema ekan. Yopilishlari hech qaysi petlar jicha ochib bersiz bino yopilmaydi-da. Bino shunday yopilaveradi. Bu mebelingiz to'kilib tushadi, bu petlar ta'minlab qolaveradi aka. Mana sushilkamizni tushirib chiqarib bersangiz. Sushilka sensorli. Sensorli sushilka. Narsa bo'lsa o'zi to'xtaydi avtomatik. Bitta qo'lingizni tegizsiz to'xtaydi, bitta qo'lingizni tegizsiz yana qayta orqaga ketaveradi. Og'ir yuklarni ancha-muncha narsalar ko'taraveradi. Bu sushilka emas ekan, polka ekan, to'g'rimi? Bu tomoni sushilkasi, to'g'rimi? Bular ham polkali varianti. Buni sushilka varianti ham bor, xuddi shuni sushilkasi ham bor. Bunday elektronli mexanizmlar juda ham zamonaviy va qulay. 6 kilodan oshib ketsa ham qo'ygan narsangiz. Bu ikkita tugmasini shunday bosib qo'ysangiz, o'zi yengil tortib ketaveradi. O'zini boshqaradigani bor ekan. Mana bu yerda burchak joylarga shuna haybot mexanizmlarimiz ham bor aka. Burchakdagi narsani intilib olmaydi. O'zi chiqaveradi, tortsa mexanizmlar. Ha. O'zi bemalol tortib chiqadigan. Vakuumda qattiq yo'qolsa ham mana o'zi tortib kirib ketaveradi. Zamonaviy texnika mana. Xo'p, shuni mana setga. Hayda, sushilkalar. Polka ekan, bu sushilka hisobidan ham foydalansa bo'ladi. Polkalar. Ichidan kirib polkali varianti ham bor, yopiq varianti ham bor. Siz shuni nimali varianti ham bor. Hozirgi ko'rsatgan sovg'alarni bunaqa varianti katta burchaklarga juda ham chiroyli yechim bo'libdi mana shu. 2-40 joygacha tushadi aka bo'yi. Har bitta polkasi 8 kilo yukni bemalol ko'taraveradi. Bemalol ko'taraveradi ekan. Bu orqadagi mexanizm narsani nima qilib olmaysiz mana, orqadagi narsalar shuni olib o'zi aylanib kelaveradi, yani oqtarib qo'lingizni tolibmas ekansiz. 360 dan ham maylanadi bu aka. Juda ham tez aylanadi. Tomoningizga aylanaveradi aka. Juda ham qulay va yengil aylanyapti. Haybot firma ekan. Haybot firma ekan. Tomonda garderoblar uchun mana obuv fasadliga, tomonda oynasi bor. Skrit oynalar. Skrit oynalar. Xalaqit qilmaydi, chetib qo'yaverasiz bemalol. Xo'p, abunistamiz mana. 12 ta polkali, jami 36 ta yaxkim sig'adi. Bir tomoniga 18 ta, bir tomoniga 18 ta qilib jenskiy murskiy katta bolalarda garderob ekan endi bu. Bunaqa отпечаткali seyflar bor. Endi buni arzonroq varianti отпечаткali ruchkalar. Отпечатkaga ichiga shunaqangi pullar solib, ikkitagacha отпечатка qo'yaverasiz aka bunga. Oilada 3 ta odam bemalol foydalansa bo'lar ekan. Soatlar uchun ham mexanik soatlarni o'zi aylantirib turadi bu. O'zi aylantirib turadigan shunaqangi maxsus narsa ekan. Aylantirib bergan mana o'zi. Xohlaganingizni aylantirib to'xtatsangiz bo'ladi. Bu ham avstriyskiy, germanskiymi bu? Bu ham Germaniya. Germaniyaning mahsuloti. Haygol testa bor. Haygol. Tomonga shimillik ishlar mana o'sha zavodskiy Haygol brendiga tegishli. Yopilishlari ham juda ham plavniy. Tomonga har xil soat, galstuk, kamar
yana bitta nima tomoni Shu. tandemlari bor-ku. Tandemlari haygolda o'ziniki bas, hiteshniki bo'lar ekan. Kitechki bo'ladi. Mana shu ishlashlarini qarang. Ishlashlari вообще четкий ekan o'zi. Platin ishlaydi. Sef mana. Sef. Bu mashalloh. Qo'ydi. Tuzay. Bemalol Hamma yo'g'ida bekka solaverasiz. narsani solib qo'yarkanmiz. Tomoni ichilar ekan. Tizar buyumlarni solib, Bunga ham 3 tagacha pichakka qo'yaverasiz, ketmaydi. shungacha qo'yilaveradi bemalol. Hello lift. Lift on. Mana Kiyimlaringiz o'zi gapingizga tevadan texnologiya bagi. Zamonga tikilgan. Tushirib o'tirmaysiz, shuni gapirasiz, o'zi olib chiqib, olib kirib berar ekan bu. Lift off. Faqat mana shu so'zni Inglizcha. esdan chiqarmaymiz. Stop. Okey. Salomlashadigan, xayrlashadigan. Ha, gaplashsa bo'lar ekan ular. 15 kilogacha bemalol. 15 kilogacha bemalol ust-boshlar ko'taraverar ekan. Goodbye lift. Goodbye desa, shuni qaytar ekan eshikka. Ha, bunga ham ochangina sumka-punkaradi, bemalol qo'ysa bo'laveradi ekan. Mana security dazmol mexanizmimiz bu katta joyda egallamaydi. Juda ham qulay. Mana shu narsaga, orzusi. ha, ayollar orzusi joy egallaydigan narsada o'zi bu. Mana ichiga tiqib olinyapti, bemalol bekitib qo'yaveradi. Rosa qulay ekan. Juda ham qulay yechim ekan bu. Mana hozir Premium ko'rishimizda sifatdagi qarasa, furniturlar. 60 lik kichikroq varianti ham bor ekan. Juda ham zo'r narsalar ekan. Tomonda mana garderob suvoshilgani. Shimlik ichi mana. Kimga shunaqangi shkaflar yokida shunaqangi mexanizmlar kerakadigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, chiroyli qilib ishlarini bitkazib, olib kelib o'zlaringiz ko'rsatib, ishlarini bitkazamiz.